Oldingi so'rtay naveslar xuddi mana shunaqa turbani o'zidan sim o'tkazib qilingan bo'lsa, hozirgi kundagi do'stlar naveslar xuddi mana shunaqa do'stlar dekorativniy qilinyapti. Qilingan ishga bitta baho berasizlar. Lexandan naves qilib berish necha pulga tushyapti do'stlar? Mana shu ko'rib turgan joylar shu do'stlar 300 kvadratdan oshiq joyga qilib berilyapti ekan. Xom ashyo xuddi mana shunaqa tayyor holatda yetib keladi. Uyda egasini yoki 3 kun yoki 4 kun vaqtini oladi xolos. Tayyor narsani olib kelib ustanovcha qilib berishadi do'stlar. Ishlatilgan material 6 ga do'stlar 4 profil qalinidan lazer gullari burun 8 darvozaga ishlatilgan qalinidan bo'ladi. Eng zo'r tarafi do'stlar hamma narsa ustalaridan bo'ladi. Lexanda o'ziga 18 yil garantiya beriladi do'stlar. 400 ming so'mdan 700 ming so'mgacha xom ashyo olib kelish, o'rnatish, usta haqqi hamma yo'g'i ichida. Agar shumkali bo'ladigan bo'lsa do'stlar, bir qator do'stlar qaranglar, fanera qog'oz 5 sm stiklovada uni tepasida tuliga yopib berishadi. U 300 mingdan 500 ming so'mgacha bo'ladi. Aytilgan xizmatlar O'zbekiston bo'ylab pastga nomer qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar do'stlar. O'zlari olib kelishadi, o'zlari o'rnatishadi. Vaqtingizni olishmaydi do'stlar. Atagina 3 kun yoki 4 kunda 500 kvadratli bo'lmaydi, bitirib ketishadi.